Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, yani hurmatli obunachilar. Xo'p, ko'plab aka-ukalarimiz so'rashyapti, ish uchun bolgarkalarimiz kerak bo'lyapti akalar. Eng arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. Buni narxini bilish uchun videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, video davomida aytib o'tib ketaman akalar. Xo'p, akalarim, ko'plab aka-ukalarimiz so'rashyapti, Dimax firmaniki bormi deb so'rashyapti akalar. Xo'p, akalar, eng arzon narxlarda Dimax firmalarimizni olib kelib qo'yganmiz. 125 lik hamda 180 lik keldi, hamda 230 lik variantlarimizdan kelgan akalar. Xo'p, akalarim, bularni birma-bir tushuntirib o'tib ketgan bo'lsam, mana ko'rib o'tamiz. Dimax firmamiz orqa tarafini ham ko'rsatib o'taman. Bu 100% medniy admodga bo'ladi akalar. Model kelyapti turgan bo'lsa 125 01 model bo'ladi. 1100 оборот akalar, 125 tosh bemalol cho'radi. Buni motor quvvatiga kelib turadigan bo'lsak, akalar 850 vatt bo'ladi akalar. Mana o'ziga ham yozib qo'ygan. Biz hech qanaqangi yolg'on gapirib, lekin sotilmaydi. Toza garantiyali narsa, misad modkali akalar. Buni narxi atiga kelib turadigan bo'lsa akalar, Dimax firmamiz 850 vattli atiga 330 ming so'm qilib beryapmiz. Bu misad modkali, to'siz garantiyasi bor 6 oy. Bundan tashqari akalar, yaxshiroq variantni qidiryapti turgan akalarimiz uchun 1100 vattli motori, quvvati kuchliroq akalar. Bu ham 100% misad modkali. Xo'p akalar, mana 125 millimetrda tosh cho'radi. 220 ga bemalol ishlaveradi akalar. Narxi kelib turgan bo'lsa 350 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, akalarim, 180 lik modelimiz, mana ko'ryapsizlar, 180 millimetrdagi toshlar cho'radigan, mana ko'ryapsizlar. 1800 vattli motor quvvati, 100% misad modkali, 8400 оборотga ega. Xo'p, buni ham garantiyasi bor, 6 oy. Toza misad modkali. Xo'p, buni narxi kelib turgan bo'lsa akalar, atiga 650 ming so'mdan qilib beryapmiz akalar. Ulgurib qolinglar. Bundan tashqari 230 talik hali baquvvat jaylarsidan qidiryapti turgan akalarimiz uchun Dimax firmamiz bor. Bu ham Dimax firmani 230 talik varianti. Toza baquvvat garantiyali narsa akalar. Og'irligini qaranglar. Xo'p, akalarim, 6,5 ming оборот, 230 millimetrda mana ko'ryapsizlar, tosh tushadi. 2400 vattli. Ya'ni 204 kilovatli bo'ladi akalar motori. Xo'p, akalarim, mana bu sopi ham bemalol 360 ga burilaveradi. Xo'p, akalar, bu narxiga kelib turadigan bo'lsa 750 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ulgurib qolinglar. Bundan tashqari kron, atesh har xil turlaridan bor mavjud akalar. Barga-akalarimiz 125 likdan tortib 230 talikgacha bor. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpis tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Biz eng arzon narxlarda qilib beramiz akalar.